Yahudiyning eng qo'rqqan narsasi bizni texnologik rivojlanishimiz. Qarg'ash bir tiyin o'ling. Bu seni qarg'ashingga u yahudilar masxara qilib kuladi. O'zini payg'ambarga ishonmaydi-ku. Ular payg'ambarlarga nima qilmagan, sen kimsan? U seni madaniyatingdan ham, seni nimangdan ham qo'rqmaydi. Seni an'analaringdan ham qo'rqmaydi. Ularning qo'rqadigan narsasi Bekzod, ular musulmonni nima dinidan ham qo'rqmaydi, musulmonni birligidan ham qo'rqmaydi. Ularning qo'rqqan eng katta narsasi musulmonlarning texnologik rivojlanishi. Yahudiyning eng qo'rqqan narsasi bizni texnologik rivojlanishimiz. Mana shundan endi nima olaverish kerak. Men shuning uchun aytaman Bekzod, biz texnologik rivojlanishmiz. Bu hayvay ana u vaqt nima bilan ish bitmaydi. U qarg'ash bir tiyin o'ling. Bu seni qarg'ashingga u yahudilar masxara qilib kuladi. Sen 1 milliard odamning qarg'amaysanmi, duo qilmaysan, foydasi yo'q. U yahudiy u bir tiyin. Ular narigi dunyoni o'ylamaydi. O'zini payg'ambarga ishonmaydi-ku. Ular payg'ambarlarga nima qilmagan, sen kimsan? Ular o'zi payg'ambarlar haydab yuborgan xalq. Shuning uchun ularni yengish uchun ulardan ham kuchli bo'lish kerak. Shunaqa. Afsuski biz ulardan ancha zaifmiz. Texnologik jihatdan mana munchagina davlat kartasini ko'rsating. Kartasini ko'rsating, u munchagina davlat, u xuddasi yutib oladigan davlat. Lekin qarang, u nima qilib o'ynatyapti. Osiyoni yarmini o'ynatyapti. Texnologik. Yarmini o'ynatyapti. 10 milliongina yahudiy bor. 1 milliarddan ko'p, 1,5 milliard musulmonmiz.